Yo'q, chiqib ketib qoldi jinobiga. Mashina chaqiraymi? Chaqirib qo'ydim. Latviyaga tushgan mestikni yeyib qilamdi, kichik emavi. Shumshuk bo'ldi. Keldi. Chiqay mashinaga. Mashina qana? Ha? Qana mashina? Mashina qana seni? Chaqchaqma ben Dejan. Ha? Turat Dejan nima ish qildi o? Senin mashinani men vakolata edib turim. Bizning mashina qana? Bizning mashina yo'q. Xato chaqirdim. Didi chaqirdim deb Dejan chaqirdim. Şoför lazım bitta. Ha? Vay. Qaytamsizlar? Sen yugurib keldin ya. Qani mashinang balo. Qani mashina? Qana mashina? Sen kim o? Ben şoförman. Şoför. Kimning shofiri? Mening shofirim. Nima shofir chaqading? Ben aroq ichganda bana edib turdi mashina. Chaqira seni men bekishyapman sen chaqira. Mashina chaqajman, mashina balo. Vay. Ko'zim xatolashmagan, to'lashmagan bo'lsa, chiqchaqlik motosi va men qalbi vodimni. Beymeydemiz. Mana uyan ko'rmayman. Mashin bo'lib tukansizlar-ku. Ay bak saxtim biz şimdi. Qani mashina? Ay kuşatırları bu. Bayam tilpindi. Yo'g'im bizim chiqyapti bu. Ey bizga ehtidigan edem chaqira, ey biz ekeson. Eshitadiganmi? Ha. Vay. Nima nega ketdinglar? Bizni uyga ekitib, qani mashina? Ama eshitadigan bir narsa bor debken keldim men bu yerga. Tut. Kim o sen? Shanso. Nima lazım chiqanliga? Ey biz taksi shofir deb beramiz bizga. Deymiz uni. Vay. Sen kim o? Taksi şoförü. Qani mashinang? Qani? Kechilik bank almış eketdi mashinani. To'qqa deb keldingmi bu yerga? Haqiqatan taksi deb aytgansa, taksi şoförü deb aytgansa şon keldi. Dün saat tutib beşim baqib ket. Sen kim o? Deja. Ben şoför. Şoför. Sana neyim bağım sen? Mashin bo'lib turibsiz-ku. Sen kim o sen? Eshitadigan bir narsa bor debkensiz keldim. Ha bu to'g'ri. Sizlarga zat nima lazım-te? Mashina. Vay. Ha, chaqagan mashina keldi. Qo'lala qo'y. Durum mashina chaqirmay bütün san astun üstün qo'yib. Ha bu dam işimiz.